$35 million pul ichganman. Kompyuterni bilasiz. Pul o'g'irlaganman chet el banklaridan deb aytgan. Aslida unaqa keys yo'q, ya'ni. Umuman unaqa narsa yo'q. Birotan keyin chiqqandan keyin men uni intervyuga chaqirmoqchi bo'ldim. Bizga kiberxavfsizlik markazimizga keling, biza bilan anaqa qiling deb. Keyin bir ustida ishlashni boshladim, izohlarni o'qidim, yon atrofdagilarga qo'ng'iroq qildim, menejerga qo'ng'iroq qilib suhbat belgilashga harakat qildim. Umuman boshqa mavzu bo'lib chiqdi tagidan. U boyagi odamlardan chet elga jo'nataman deb pul yiqqan ekan va o'sha pullari sababli ichkariga kirgan ekan. Sabab shu ekan, faqat bo'ldi, boshqa hech qanaqa sabab yo'q ekan. Nima unda hacker deb? Men ham hayron qoldim to'g'risi, qanaqa qilib research qilmasdan borib intervyu olgan u bilan, qanaqa qilib uni aytgan ayblovlari bilan ichkariga kirgan inson kamida 20-25 yil kirish kerak bo'ladi. Eng kamida. Amerikada bo'lsangiz butun umrga qamashadi. Ha, u juda jiddiy. Juda jiddiyda uni aytayotgan narsasi va u 2-3 yilda adashmasam, uje tashqarida.